Mani qaynonam o'g'lini qizg'anib ajratib oldilar. Bitta qizim bilan ajrashdim. Ajrashgan bo'lsangiz qaynonangiz ham emaslar уже. Sobiq qaynonangiz. Tavba qildim, astag'firullah. Eriz indamadilarmi? Onasini nima etagini tutib ketaverdimi? Qizg'ansa nimaga uylantirib qo'yarkin qaynanalar? Bilmadim, endi bir nima deya olmayman. Siqilmang, o'zingizni ehtiyot qiling, o'zingizni ustingizda ishlang. Bolajoningizga keraksiz, farzandingiz uchun bu yog'iga harakat qilasiz. Demak, u xonadonda sizni nasibingiz qo'shilmagan ekan, shunaqa bo'lish kerak ekan, shunaqa bo'pti. Allohdan o'zingizga ofiyat tilang. Sabr ham emas, ofiyat so'ralar ekan-ku. Voy, bir narsa deya olmayman. Xullas, uylantirmasdan 30, 35, 40 yoshgacha olib o'tirish kerak. Ayol aytadi-yu qiziga, yastiq qilamanmi boshimga deb. O'g'lini yastiq qilsin.